doimiy daromadi bo'lmagan, qo'lida hunari yo'q, turmushidan ko'ngli to'lmagan inson jamiyatda o'z o'rnini topishi va faol tashabbuskor bo'lishi amri mahol. Shu sababdan aholini ish bilan ta'minlash, kasb-hunarga o'rgatish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalasi ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Munozara maydoni klubining navbatdagi sessiyasida kasbga o'qitish markazlaridagi yo'nalishlarning mehnat bozori talabiga qanchalik mosligi, aholini kasb-hunarli qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, kelgusidagi rejalar atroflicha muhokama qilindi. Sessiya spikerlari kun tartibidagi masalaning dolzarbligini ochib berishdi. Eng asosiy maqsad kasbga o'qitishda bu inson kapitalini oshirish. Inson kapitalini oshirish deganda nimani tushunamiz? Ya'ni shu 18 yoshga yetganda odam birinchi navbatda sog'lom, ma'lum bir ta'limga, ilmga ega bo'lish bilan birgalikda ma'lum bir kasbga ega bo'lsin. Qachonki u o'zini ta'minlay oladigan, daromad manbaiga ega bo'ladigan va o'shindagina haqiqiy jamiyatga foydasi tegadigan inson kapitaliga aylanadi. Eng asosiy yo'nalish xalqaro baholash tizimlariga, standartlariga, ya'ni shu PISA tizimlari deyapmiz, to'g'rimi? Javob beradigan darajadagi ta'limni berishimiz. Sifat va yana sifat. Murojaat qilgan ishsiz fuqarolarimizga yo'llanmalar taqdim qilardik va bu yo'llanmalarda ularni qaysi ta'lim tashkilotiga borib tahsil olishlari aniq belgilangan bo'lardi. Ana endi yangi voucher tizimida esa biz fuqaroga tanlash imkoniyatini beryapmiz. Fuqaro keladi, o'zi yo'nalishni tanlaydi va yo'nalishdan kelib chiqib unga voucher beriladi. Voucherda o'sha maxsus QR kod deymiz, QR kod orqali skanerlash orqali ular o'zlari xohlashadi, o'zlari tanlashadi, qaysi ta'lim muassasasiga borib tahsil olishni. 9-sinf bitiruvchilari hozirgi vaqtda texnikumlar yiliga 150-180 ming 9-sinf bitiruvchilarini qamrab olyapti. Va lekin vaholanki bizda har yili bilsangizlar 11-sinf tugatgandan keyin oliy ta'limga kirgan o'quvchilardan tashqari o'rtacha 200 mingga yaqin yoshlarimiz kasbsiz mehnat bozoriga kirib kelyapti. Va ular qaysidir kasbni majburan o'rganish zarurati paydo bo'lyapti. 2030-yilga borib 9-sinf bitiruvchilarining 50% bu yiliga o'rtacha 300-350 ming nafar o'quvchilar, demak, kasbiy ta'lim sohasi bilan tizimi bilan qamrab olinishi kerakligi belgilangan. Yoshlarga to'g'ridan-to'g'ri qarz berish mexanizmi ham bugungi kunda yo'lga qo'yilgan. Ko'mak qanaqa dastur degan savol bo'lsa, demak, xorijiy tillardan, demak, C1 darajasi bor yoshlarimizga olis va chekka hududlarda xorijiy tillarga ixtisoslashgan o'quv markazlarini ochishlari uchun ba'zi hisoblash miqdorini 320 barobargacha, bugungi kunda 130 ming so'mdan ortiq pulni tashkil qiladi. To'g'ridan-to'g'ri qarz berish mexanizmimiz demak mavjud. Bugungi kunda 2026-yil birinchi choragining o'zida 300 tadan ortiq xuddi shunaqa loyihalarga biz 35 milliarddan ortiq pul mablag'larini ajratdik. Bularning ortidan har bitta o'quv markazida kamida 5 tadan demak o'qituvchilar bandligi ta'minlangan taqdirda bitta loyihaning o'zida 1,5 mingdan ortiq oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari, yuqori malakali mutaxassislar bandligi ta'minlanmoqda. Spikerlar sessiyada keltirilgan raqamlar, tahliliy fikr, mulohazalar mamlakatimizda kasb-hunarga o'qitish tizimi zamon talablariga qarab rivojlanib borayotganini ko'rsatdi. Shu bilan birga ishtirokchilar kasb-hunarga o'qitishning ahamiyatini o'z hayotiy natijalari misolida tushuntirib berishdi. Tizimdagi yangiliklar, yechimini kutayotgan masalalar haqida o'z savollariga javob ham olishdi. Yaqinda o'sha texnikum bo'lar ekan, mono markazlardan gapni eshitdik, malakali bo'lib ishlar ekanmiz degan narsa bo'ldi. Faqat shu bitta gapni eshitib qoldikki, balki o'sha hozirgi paytga kelganda oliy ma'lumotli, o'z kasbini oliy ma'lumotli bo'lmasa, nima deydi, malakali ustozlar bo'lishimizga qaramasdan biz o'sha kasbdan chiqib ketar ekanmiz. Bu narsani qisqacha tushuntirib o'tmoqchiman. Bu narsaga menimcha sal noto'g'ri talqin bo'lgan. 1-iyuldan boshlab aynan voucher tizimida ishtirok etuvchi ta'lim muassasalarida o'z mutaxassisligi bo'yicha diplom yoki bo'lmasa malaka pasportiga ega bo'lgan mutaxassislar tahsil berishda, ta'lim berishlari belgilab qo'yilgan. Bu nima degani? 1-iyul keldi, bo'ldi, barcha ta'lim ustalari yoki o'qituvchilarimiz, murabbiylarimiz bo'ldi, dars berishni to'xtatadi degani emas. Biz kasbiy ta'lim agentligi bilan birgalikda biz uni reja grafik asosida bosqichma-bosqich malakani baholash markazlarini tashkil etgan holatdagina biz buni tizimli yo'lga qo'yamiz. Kasbiy o'qitish markazlariga davlat mablag' ajratadi degan gapni sizdan eshitdim. Bu mablag' sarflanishida shaffoflikni ta'minlash uchun qanday mexanizmlar o'rnatilgan? Bizga har bir o'quvchi bo'yicha belgilangan kasbni spesifikasi deb aytamiz, xususiyatidan kelib chiqqan holda belgilangan summa bor. Har bir o'quvchi uchun, ta'lim oluvchi uchun belgilangan summa. Bu summa o'quv jarayoni yakunlangandan keyin o'tkazib beriladi, uni kalkulyatsiyasi qilingan, bu jarayon to'liq shaffof ravishda amalga oshiriladi. Unda masala yo'q.
Ya'ni uni maqsadli foydalanish nuqtai nazaridan keladigan bo'lsak, aholimiz, yoshlarimizni kasbga, ishsizlar aholini kasb o'rganib, bandligi ta'minlanishi nuqtai nazaridan demak o'sha tegishli bandlik jamg'armasi tomonidan resurslar ajratiladi. Ushbu resurslar doirasida demak band bo'lmagan aholi o'qitilishi mexanizmi bor. Texnikumlarda ta'lim jarayoni endi bu davlat byudjeti tomonidan o'quv jarayonida muddatidan kelib chiqqan holatda, kasb xususiyatidan kelib chiqqan holatda belgilanadi. Ular hammasi tizim shaffof va o'qigan o'quvchilar ajratilgan mablag'lar to'g'risidagi ma'lumotlar ochiq ma'lumotlar hisoblanadi, tizimga joylashtirib boriladi. Kasbga o'qitishda mahalla bilan, tuman bilan hamkorlik bormi? Ya'ni integratsiya qilinganmi? Aynan mahallada xotin-qizlar bo'yicha yoki yoshlar yetakchilari biladi, qaysi xonadonda qaysi fuqaro o'z yo'lini topolmayapti yoki qanaqa qobiliyati bor yoki qanaqadir ishsiz yuribdimi? Shunaqa ma'lumot bor. Aytaylik, o'sha fuqaro o'qidi, undan keyin o'qigandan keyin ishga joylandi. U ishda qancha ishlayapti? Qancha payt davomida ishlayapti? O'zi umuman ishlayaptimi? Ishlab ketdimi, ya'ni o'zini yo'lini olib ketdimi? Bu monitoring qilinadimi? Birinchi savolingiz bu o'zi mahalla kesimigacha tushib borganmisizlar deb savol berdingiz. Albatta, ha. Sababi bizni bandlik vazirligi hokim yordamchilari bilan juda ham uzviy aloqada. Har bir mahallada hokim yordamchilari mavjud, bilasiz. Va bizni tizimimiz shu darajada raqamlashtirilganki, har bir hokim yordamchilarining qo'lida maxsus planshetlari mavjud. Har bir berilayotgan subsidiya bo'ladimi, suvda bo'ladimi, uni ta'limga yo'naltirilgan bo'ladimi, har bir fuqaroning ma'lumotlari onlayn ravishda nazorat qilib boriladi. Monitoring har qanaqa kesimda bor. O'sha bandligini ko'rsatkichini qanaqa bilamiz? U oylik daromad rasmiy ish bilan ta'minlangan bo'lsa, Soliq qo'mitasidan biz ma'lumot olamiz. Yoki bo'lmasam u tadbirkorlik faoliyatini boshlagan bo'lsa, u tadbirkorlik faoliyati bo'yicha org-infolar orqali biz ma'lumotlar, ya'ni bitta tizimda 3 ta kamida tashkilotdan biz ma'lumot olamiz. Shu orqaligina haqiqatan ham u soliq to'layaptimi, bandligi ta'minlanganmi, yo'qmi? Aniq bir savollarni ayta olamiz. Sessiya muhokamasida bildirilgan fikr mulohazalarda har bir insonning kasb hunarli bo'lishi, barqaror daromad manbaiga egaligi nafaqat uning shaxsiy farovonligiga, balki jamiyat taraqqiyotiga ham xizmat qilishi ta'kidlandi. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi odamlarni kasb hunarli qilishga qaratilgan tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashini, bunga mas'ul mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda doimo ochiqligini, hududlarda samaradorlik bo'yicha deputatlik va parlament nazoratini kuchaytirishini ma'lum qildi. Kasb ko'tarilish jarayonida ham katta tanish-bilishchilikdan tortib korrupsiyaga holatlargacha bularda albatta bosqichma-bosqich yakunlab borishimizga, tugatib borishimizga to'g'ri keladi. Bu borada sizlarning hamkorligingizga tayanib qolamiz. Biz So'l qanot partiyamiz, shuning uchun ham kasbga o'rgatish, bandlik masalalariga juda jiddiy qaraymiz. Natijalar bor, bugungi kunda yo'q emas, lekin afsuski muammolar ham, kamchiliklar ham yetarli. Aynan mana shu kamchiliklar yuzasidan bizga elektoratimizdan juda ham ko'plab murojaatlar kelib tushmoqda. Xususan olib qaraydigan bo'lsak, kasbga o'rgatish bo'yicha vaucher asosidagi dasturga o'qitilish muddatlari juda ham kam hisoblanadi. Chunki aynan mana shu sartaroshlikka 4-5 hafta yoki da buxgalteriya sohasiga 6 hafta o'qitish ham, o'rganish ham juda katta qiyin masala hisoblanadi. Shuning uchun ham aynan mana shu dasturga o'qiydigan aholi aynan ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlami. Qolaversa ishsizlar vaucher asosidagi dasturlarda o'qitilyapti. Dasturning muddatini uzaytirish bo'yicha takliflar berdik. Kasb hunarga o'qitish tizimining natijadorligini oshirish, ilg'or tajribalarni ommalashtirish choralarini ko'rish, asosiysi hunar o'rganish, imkoniyatlardan unumli foydalanish bo'yicha targ'ibot ishlarini kuchaytirishga kelishib olindi.